Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlari fanidan o'tadigan navbatdagi ma'ruzamiz mavzusi graflarda ko'ruv algoritmlari. O'tgan darsimizda sizlar bilan graflar haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan edik. Aynan bu ma'ruzamizda mana shu graflarda ko'ruv algoritmlari bilan tanishib o'tamiz. Grafni ko'rikdan o'tkazish yoki graf ko'ruvi deb aytishimiz mumkin. Inglizchada graf traversal deb nomlanadi. Bu berilgan tugundan boshlab barcha tugunlarni bir martadan ko'rib chiqish jarayoni hisoblanadi. Ko'rikdan o'tkazishning ikkita usuli mavjud. Bular kengligiga qarab qidirish yoki ba'zi adabiyotlarda eniga qarab qidirish deb ham aytiladi. Breadth first search, ya'ni Buffet algoritmi. Ikkinchi algoritm chuqurligiga qarab qidirish, ba'zi adabiyotlarda esa tubiga qarab qidirish deb ham aytiladi. Deep first search, ya'ni Buffet algoritmlari. Bu usullar berilgan X tugundan boshlab birorta konteynerni qo'llagan holda barcha tugunlarni ko'rib chiqadi. Kenglikka qarab qidirish Buffet algoritmida navbat tuzilmasidan, Buffet algoritmida esa stek tuzilmasidan yoki rekursiyadan foydalaniladi. Buffet algoritmini ko'rib chiqamiz. Bu algoritm grafni o'tib chiqish va yo'l izlash metodi hisoblanadi. Bizga graf uchlar va bog'lanishlar to'plami sifatida beriladi, ya'ni qirralar ro'yxati orqali. Yana boshlang'ich uch va oxirgi uch, ya'ni maqsad uch ham beriladi. Boshlang'ich uchdan oxirgi uchga boradigan eng qisqa yo'lni topishimiz kerak. Kenglik bo'yicha izlash algoritmida barcha uchlar grafning alohida sathlarga ajratiladi va bu sathdagi uchlar ketma-ket ko'rib chiqiladi. Qidiruv qandaydir boshlang'ich uch orqali boshlanadi. Qidiruv V3 ga kelgan vaqtida unga qo'shni bo'lgan barcha uchlarni ko'rib chiqamiz. Agar qo'shni uch hali ko'rilmagan bo'lsa, bu uchni navbatga qo'shib boramiz. Bu algoritm quyidagi tartibda ishlaydi. Dastlab qidiruv boshlanadigan dastlabki uchni bo'sh bo'lgan navbatga, ya'ni quyiga joylashtirib olamiz. Navbatdagi birinchi uchni olamiz va uni navbatdan o'chirib tashlaymiz. Navbatdan olingan uchga qo'shni bo'lgan barcha uchlarni ko'rib chiqamiz. Agar u hali ko'rilmagan bo'lsa, bu uchni ko'rilgan uchlar qatoriga qo'shamiz va bu uchning o'zini ham navbat oxiriga qo'shib olamiz. Agar navbat bo'sh bo'lsa, boshlang'ich uch orqali yetib borib bo'ladigan barcha uchlar ko'rib chiqilib bo'lingan bo'ladi va qidiruvni to'xtatishimiz mumkin. Buffet algoritmining dasturini ko'rib chiqamiz. Bu yerda biz bir nechta tuzilmalardan foydalanishimiz zarur. Max n bu mumkin bo'lgan uchlarning maksimal soni. Uning maksimal qiymatini belgilab olamiz va xuddi mana shu o'lchamdagi vektordan foydalanamiz. Uchlarning navbatga qo'yilganligini belgilab qo'yadigan mantiqiy o'zgaruvchi uchun used massivdan foydalanamiz. Navbat uchun esa quyi tuzilmasidan foydalanamiz va D massivimiz zarur bo'ladi. Bu barcha uchlargacha boradigan eng qisqa masofalarni saqlash uchun foydalaniladi. Kiruvchi ma'lumotlarimiz n va m, bular uchlar va bog'lanishlar soni, ya'ni qirralar soni. Ularning qiymatlarini kiritib olamiz va qirralar sonigacha sikl aylantirib, har bitta bog'lanishni V1 va V2 uchlar misolida kiritib olishimiz zarur bo'ladi. Va bu bog'lanishlarni yuqoridagi vektorga qo'shib borishimiz zarur bo'ladi. Qo'shish uchun pushback funksiyasidan foydalanamiz. Agar graf arenderlanmagan bo'lsa, ikkita yo'nalish ham qo'shilishi kerak. Arenderlangan bo'lsa, faqat bitta yo'nalishdan foydalanamiz. Bu yerda izoh chiqaramiz. Birinchi uchdan qolgan uchlarga boradigan eng qisqa yo'llar deb, ya'ni biz ixtiyoriy uchdan ko'ruvni amalga oshirishimiz mumkin. Qaysi uchdan boshlaydigan bo'lsak, birinchi navbatda mana shu uchni navbatga qo'shib olishimiz zarur bo'ladi. Misol sifatida bu yerda aynan birinchi uchdan boshladik. Uni navbatga qo'shib oldik. Used massivimizda mana shu birinchi uchni ko'rilgan deya belgilab olamiz, ya'ni uning qiymatini true'ga aylantiramiz.
Navbatdagi uch bo'sh bo'lmagunga qadar davom ettiramiz. Buning uchun takrorlanuvchi jarayondan foydalanishimiz mumkin. While'dan demak navbat bo'sh bo'lmasa jarayon davom qiladi. Bo'sh bo'lgan vaqtda esa jarayon to'xtashi zarur. Navbatning boshidagi uchni olamiz. Buning uchun front funksiyasidan foydalanamiz. Uni v o'zgaruvchiga o'zlashtirishimiz mumkin. V ni va dv ning qiymatini ekranga chiqaramiz. Bu aynan shu uchga yetib kelganimiz va unga qanday minimal masofa bilan kelganimizni bildiradi. Navbatdan uni o'chirib tashlaymiz. Buning uchun pop funksiyasidan foydalanamiz. Pop funksiyasi bilamiz, bu navbatning boshidagi elementni o'chirish vazifasini bajaradi. Va mana shu v3 ning qo'shnilarini ko'rib chiqishimiz zarur. Buning uchun vektor ustida sikl aylantiramiz. Barcha elementlarni ko'rib chiqishimiz zarur. V3 ning navbatdagi qo'shnisini to o'zgaruvchisi bilan belgilab olamiz. Agar u hali ko'rilmagan bo'lsa, shart asosida tekshirib ko'ramiz va uni ko'rilganlar qatoriga qo'shib olamiz. Keyin esa uni navbat oxiriga qo'shib olishimiz zarur. Push funksiyasi yordamida navbatga biriktirib olamiz va ungacha yetib kelish mumkin bo'lgan minimal masofani d massivda ifodalab boramiz. Agar dasturga 9 ta tugun va 14 ta qirraga ega bo'lgan quyidagicha graf berilgan bo'lsa, dastur natijasini ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu yerda birinchi uchdan yo'naltiramiz algoritmni va qolgan uchlargacha bo'lgan minimal masofalarni topib chiqishimiz zarur bo'ladi. Kiruvchi ma'lumotlarni belgilab oldik. Bular qirralar ro'yxati shaklida berilgan. Bizda 14 ta qirra mavjud edi. Har bitta qirra ikkita uchni bog'lovchi qirra sifatida beriladi. Ya'ni, masalan, birinchi uch bilan to'rtinchi uch, birinchi uch va uchinchi, 1 va 2 va hokazo. Xuddi shunday tartibda 14 ta qirraning ro'yxatini berib olamiz. Va dastur natijasini ko'rishimiz mumkin. Birinchi uchdan qolgan uchlargacha boradigan eng qisqa yo'llar deb o'zidan o'zigacha masofa 0 ga teng bo'ladi. To'rtinchi uchga bitta qirra bilan yetib borishimiz mumkin. To'g'ridan to'g'ri yo'l mavjud. Ikkinchi uchga va uchinchi uchga ham xuddi shunday bitta qirra orqali yetib borishimiz mumkin bo'ladi. Endi 5-6-ga esa 5 ga ikkita qirra orqali kelishimiz mumkin minimal. Yo mana bu usulda yoki mana bu usulda. 6-uchga esa mana bu usul yagona yo'l hisoblanadi. Ikkita qirra orqali borishimiz mumkin. 9 va 8-uchlarga esa 3 ta qirra bilan kelishimiz mumkin ekan minimal. Bu mana bu usul bo'lishi mumkin. Masalan, 1dan 4-uchga, keyin 7-uchga, undan keyin esa 9-uchga o'tishimiz mumkin. Bu eng minimal masofa hisoblanadi. 8 ga ham xuddi shunday 7 orqali kelishimiz mumkin. Bu eng minimal masofa. Algoritmning vazifasi berilgan bitta uchdan boshlab qolgan hamma uchlarni ko'rib chiqish va ulargacha bo'lgan eng minimal masofalarni hisoblash vazifasini bajaradi. Agar boshqa uchdan yo'naltirmoqchi bo'lsak, biz bu holatda aynan shu uchni navbatga boshida biriktirib olishimiz zarur bo'ladi. Va natijani ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ikkinchi uchdan qolgan uchlargacha boradigan eng qisqa yo'llar natija sifatida berilgan. Algoritmning qo'llanilishi. Birinchidan, grafning komponentlarini aniqlash. Buning uchun navbatdagi hali ko'rilmagan uch orqali kenglik bo'yicha izlashni boshlaymiz. Bu o'tib chiqishda unga bog'langan barcha uch orqali o'tib chiqiladi va ular bitta graf komponentasi deb aytiladi. Komponentlar soni bu face funksiyasiga necha marta murojaat qilganimiz soni hisoblanadi. Used massivda true qiymatni qabul qilgan barcha uchlar kenglik bo'yicha izlashni boshlagan uch orqali borib bo'ladi. Grafdagi eng qisqa yo'lni topish. Grafda yo'l bu bir uchdan boshqa uchga boradigan uchlar va qirralar ketma-ketligiga aytiladi. Qirralar soni esa yo'l uzunligi deb ataladi. Eng qisqa yo'l qirralar soni eng kichik bo'ladigan yo'lga aytiladi. Chuqurlik bo'yicha izlash algoritmi aynan qirralar soni bo'yicha eng qisqa yo'lni topadi. Buning uchun qo'shimcha d massivni kiritamiz. Dastlabki uch uchun dv teng 0, navbatda olingan har bir v3 ni oladigan bo'lsak, unga qo'shni bo'lgan hali ko'rilmagan u3 ga yana bitta qirra orqali o'tib borish kerak. Shuning uchun du teng dv plus 1 qilib belgilab qo'yamiz.
Keyingi algoritmimiz chuqurlik bo'yicha izlash algoritmi, ya'ni DFS algoritmi. Bu algoritm graflar nazariyasining eng muhim algoritmlaridan biri hisoblanadi. Bu algoritm strategiyasi uning nomiga mos ravishda grafda chuqurlik bo'yicha qancha borish mumkin bo'lsa, shuncha yuradi, toki yo'l qolmagunga qadar. Algoritm rekursiv ko'rinishda bo'ladi. Qaralayotgan uchdan chiquvchi barcha uchlarni ko'rib chiqamiz. Agar bu qirra hali ko'rilmagan uchga olib borsa, izlash shu ko'rilmagan uch orqali davom ettiriladi va unga qo'shni bo'lgan uchlar ko'rib chiqiladi. Agar joriy uchdan chiquvchi va hali ko'rilmagan uchga olib boruvchi qirra qolmasa, u holda orqaga qaytish sodir bo'ladi. Joriy uchga qaysi uch orqali kelgan bo'lsa, xuddi shu uchga qaytiladi va u orqali qolgan qirralar ko'rilishi davom ettiriladi. Oxir oqibatda dastlab izlash boshlangan uchga qaytib keladi va undan ham chiqishda berilgan graf qismi orqali to'liq o'tib bo'lingan bo'ladi. Agar bundan so'ng ko'rilmagan biror uch bo'lsa, izlash shu uch orqali davom ettiriladi. Bu algoritmni dasturini ko'rib chiqamiz. Buning uchun dastlabki ma'lumotlar max n ni belgilab olamiz. Butun sonli o'zgaruvchi bu berilishi mumkin bo'lgan maksimal uchlar soni. Unit massivimiz esa ko'rilgan yoki ko'rilmaganligini bildiruvchi mantiqiy massiv. Vektor uchlar yoki bog'lanishlarni saqlovchi vektor hisoblanadi. Color massividan ham foydalanishimiz mumkin. Bu uchlarni rangga bo'yash uchun foydalaniladigan massiv. Dastlab barchasi 0 ga teng bo'ladi va bu uchga hali tashrif buyurilmaganligini bildiradi. Agar 1 ga teng bo'lsa, bu uch ko'rilgan, lekin hali aktiv, ya'ni undan chiqib ketilmagan. Agar 2 bo'ladigan bo'lsa, bu uchdan orqaga qaytib ketilgan hisoblanadi. T in va T out massivlarini ham belgilab olishimiz mumkin. Bu kirish va chiqish vaqtlarini aniqlash uchun qo'llaniladi hamda timer o'zgaruvchisi bu uchga nechanchi marta tashrif buyurilayotganligini bildiruvchi sanagich hisoblanadi. Funksiyamiz rekursiv ko'rinishda bo'ladi. Chuqurlik bo'yicha izlash funksiyasi bu dastlab bitta uchni argument sifatida qabul qiladi. Bu uchning qiymatini ekranga chiqaramiz va used massivda uchni qiymatini true ga aylantiramiz, ya'ni unga tashrif buyurilganligini belgilab qo'yishimiz uchun. Color massivda esa bir qiymatini o'zlashtiramiz, ya'ni bu uchga tashrif buyurildi va hali undan chiqib ketmadi, ya'ni aktivligini bildiradi. T in massivga esa timerning qiymatini bittaga oshirish orqali kirish vaqtini belgilab ketamiz. Endi V3 ning qo'shnilarini ko'rib chiqishimiz kerak. Buning uchun sikldan foydalanamiz. To o'zgaruvchisini belgilab olamiz. V3 ning navbatdagi qo'shnisini yuqoridagi vektordan ajratib olamiz va bu uch hali ko'rilganmi yo'qmi tekshirib olishimiz zarur bo'ladi. Shart orqali agar ko'rilmagan bo'lsa, DFS algoritmini aynan shu uchdan yo'naltirishimiz zarur. Ya'ni rekursiv tarzda yana funksiyaga murojaatni amalga oshiramiz. Bu jarayon tugagandan keyin esa colorni 2 ga o'zgartiramiz, ya'ni 3 dan chiqib ketildi va undan chiqish vaqtini ham belgilab olishimiz zarur bo'ladi. Asosiy funksiyamizda kiruvchi ma'lumotlarni belgilab olamiz. Bular grafning uchlar va qirralar soni, bog'lanishlarni V1 va V2 uchlarning bog'lanish shaklida kiritib olamiz va uni vektorga joylab borishimiz zarur. V2 uchni V1 uchning qo'shnilar ro'yxatiga qo'shib olishimiz zarur. Agar graf orientirlanmagan bo'lsa, V2 bilan V1 ni ham qo'shib olishimiz zarur bo'ladi. Bu aynan orientirlangan graf uchun. Va birdan n-gacha sikl aylantirib, har bitta uchni tekshirib ko'ramiz. Agar hali bu uch ko'rilmagan bo'lsa, uni DFS algoritmiga yo'naltirib chiqishimiz zarur bo'ladi. Quyidagi misol bilan tekshirib ko'radigan bo'lsak, bu yerda aynan 6 ta uchga ega bo'lgan orientirlangan, ya'ni yo'naltirilgan graf berilgan. 6 ta uch va 9 ta qirradan iborat. Har bitta qirrani berib olamiz va natijani ko'rishimiz mumkin. Bu yerda uchlarning ketma-ketlikda ko'rilishini natija sifatida chiqarib berilgan. Ko'rib turganimizdek, har bitta uch
ko'rib chiqildi, ya'ni har bitta o'chga bir martadan tashrif buyurildi. Xulosa qismi bilan tanishib olamiz. Graf ko'ruv algoritmlari bu grafdagi barcha tugunlarni ko'rish uchun ishlatiladigan algoritmlar hisoblanadi. Bularning turlari DFS va BFS algoritmlari. DFS algoritmi chuqurlik bo'yicha qidirish algoritmi hisoblanadi. Rekursiya yoki stek orqali amalga oshiriladi. BFS algoritmi eniga qarab qidirish algoritmi hisoblanadi. Bunda queue, ya'ni navbatdan foydalaniladi. DFS va BFS ikkala algoritm ham graflarni to'liq ko'rish, komponentlar sonini aniqlash, yo'l bor yo'qligini tekshirish, qisqa yo'llar, halqalar va boshqa ko'plab vazifalarda keng qo'llaniladi. Amaliy ahamiyati tarmoq analizlari, marshrutlash, o'yinlar, ma'lumotlarni izlash va optimallashtirish kabi sohalarda graflar va ularning algoritmlari keng qo'llaniladi. Bu galgi ma'ruzamiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.